Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana bitta proyektimiz. Hovlilarni qarang, ajoyibligi. Xo'sh, bu yerda 40 kvadratli 40-45 kvadrat taxminan. O'zimizning haqiqiy klik nima deydi bu injenerskiy deydi O'zbekistonda. Shunaqa parket. Xo'p, bu yerda kichkina kalidorchasi. Xo'p, bu yerda 14 ta zinasi bor. 14 ta zinani ham shlipovka qo'yamiz hozir. Mana shu parketdan yasalgan bu ham. Bu kichkinagina kalidorchasi. Hop, Hortwax Osmoni qilishni boshladi. Bu mahsulotlarimiz Toshkentda ham bor. Bu natural chiqadi, mana bu juda ham ajoyib chiqadi. To'qarib ko'rayotganingizdek. Bu birinchi sloyimiz, birinchi sloy, hozir birinchi sloy bo'lyapti. 24 soatdan keyin kelib bitta polirovka qilinadi va ikkinchi sloy beriladi. Kuzatishni davom etinglar. Qilayotgan ishlarimizni qo'yib boramiz. Mana Hortwaxlarimiz chiqayotganini ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham ajoyib. Bu yoq tarafi och bo'lmagan, bu yoq tarafi o'sha birinchi sloyimiz. Mana birinchi qo'limiz почти nihoyalashib qoldi. Mana hozir bu yerda zinabozdan ham ko'rsatamiz. Bitlar ajoyib. Uyga egalar juda ham xursand.